Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa divanlarimiz tayyor bo'ldi. Hammasi zakasnoy, o'ta baquvvat. Juda ham chiroyli, rang-barang. Chester qo'liga o'zgartirish kiritdik. Juda ham suyumli qo'l, odamlarga ham juda ham yoqadi shu holati. Mana shu holatda tayyorladik. Juda ham chiroyli chiqdi. Bir qator hammasini ko'rsatib o'taman sizlarga. Och seri bunisi. Hozir salqinda aniqroqqa rang ham ko'rinyapti. Seri rangda bo'lyapti bunisi. Ichlari 100% sifatli yog'och, sasna. Zimeka ishlatdik sitinasiga, prujinaning o'rniga. Mana bunisi shuni shokolad rangdagisi. Bu ham juda chiroyli chiqdi bunisi ham. Mana shu holatda mana. Ob holatini ko'rsatadigan bo'lsak, bularimiz razmerlari mana uzunasi 3.10, bunaqasi 2.10. Ikkita to'mbasi bor. Oyoqlarini baland qildik. Yerdan 15 sm ko'tarilib turadi. Bu sababi taglariga pilosos bemalol kiraveradi. Bemalol artib ishlatsa bo'laveradi. Mana burchaklariga MDFdan ishlov berdik. Bu yerdan ham narsa qo'yib bemalol foydalansa bo'laveradi. Juda ham qulay. Ham eshikka olib kirganda sig'may qoladi. Haligi mana teng holati bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda burchagiga to'rt burchak bo'lgan devorga yopishib tushadi. O'sha katta bo'lib ketishini hisobiga burchak eshikka sig'may qoladi. Ana shuni hisobiga buni ham pakana qildik, ham shu burchakdan ham foydalansak bo'laveradi. Mana bunisi ham juda ham chiroyli chiqdi. Obshi holat ko'rsatadigan bo'lsak, bunisi ham burchakdan bemalol foydalansak bo'laveradi. Narsa qo'ysak ham bo'laveradi. Qo'llari yumshoq qo'l qildik. Bemalol foydalansa, buni ham oyoqlarini o'ch oyoq, tagini bemalol pilososlab chiroyli qilib ishlatsak bo'laveradi. Mana bu yerda qorasi bor. Qop-qora, juda ham buni oyoq qo'yilga yo'q hali. Oyog'iga o'zi mana shu tilla oyoqdan qo'yamiz bunga, tilla rangdagi. Juda ham boshqacha chiroyli chiqdi bu ham. Xudo xolasa shunday ishlar kerak bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Nomerlarimizni eslatib o'tamiz. 90lik 567 08 09. O'zimiz vodiydamiz, Qo'qondan, Bo'yda tumandan. YouTube kanallarida Soljon Mebel deb nomlaganmiz. Istanbul fason deymiz bunisini. Juda ham yurtdoshlarimizga, juda ham ko'pchilikga ma'qul tushadi. Qo'llardan ham bemalol foydalansak bo'laveradi, narsa qo'ysak ham bo'laveradi. Yaxshi bu ish ham, mana bu qo'llari ham ko'pchilikka shu qo'l ma'qul tushyapti. Juda ham zo'r. Bunisi ham Istanbul fasonimiz, faqat qo'lida farqi bor. Mana bunisini qo'lida padlagonnikli, bunisi machalkali. Mana shu holatda. Va bu oilaviy ishlatishga juda ham zo'r, juda ham qulay divan. Yo'llarda mana bari bor. Bu yeriga bolalar kitobini qo'ysak ham bo'laveradi. Bolalar o'zlari o'yinchoqlarini qo'ysak ham bo'laveradi. Zo'r holatda. Bu ham juda ham xalqimizga ma'qul tushgan divanlardan. Bu yog'ida ham shu singari mana bari bor. Mana ko'rinmayapti hozir. Mana shu holatda, xudo xolasa aloqa ochib ko'rasizlar. Obshi holatda mana. Jicha endi gapirishga jicha nimaroqmiz? Nima deydi? Xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosib, mana shu ishlarimizni keng tarqalishda o'z sararing qo'shsalaring xursand bo'lamiz. Xudo xolasa aloqa ochib ko'rasizlar. Tayyor hamma ishlar. Obshi ko'rinishi.